Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana bugun 2025-yil 18-noyabr kuni Tag'ob elida mana asfaltimiz boshlandi. Xudo xolasa domlalar shu yerda xizmatdalar. Asfaltimizda hozir mana bu yerdan kavlash ishlari boshlangan. Boshqatdan asfaltni olib tashlab mana akalarimiz xizmatdalar. Ular xizmatda mana hozir hammasi. Mana ustozimiz ham shu yerdalar. Bosh rejissor shu yerdalar. Mana Ibrohim akam ham shu yerdalar, mana ustozimiz ham shu yerdalar. Mana to'ra palvon bloger ijtimoiy tarmoqlarga to'liq yoritib boradilar bizlar qilayotgan ishlar. Inshaalloh, Xudo xolasa. Mana ustozimiz bularni duo qilib tursanglar inshaalloh. Mana Hamza ma'lum. Bular hammalari xizmatda, mana ochilib shu yerdalar. Atavalla do'stim. Akalar ham, akalar. Oldim ularni ham. Haydi inomga. Xudo xolasa. Qamalga. Mana ish jarayonimiz. Ishladi. Hozir suv to'ldirmoqda mana bu yerda. Xudo xolasa. ...2025-yil 18-noyabr. Xudo xolasa Tag'ob elida ana asfaltimizni boshladik inshaalloh. Xudo xolasa 3,5 kilometr joy pashti asfalt bo'ladi. Hozir bu yog'ini bitta yana qilib olsak, suvni to'ldirib olsak yana boshlanadi hozir. Suv to'ldirilmoqda. Bular bloger ijtimoiy tarmoqlarga yoritadi o'rtoq. Mana ustozimiz shu yerdalar. Hamza ma'lum shu yerdalar. Mana ochilib shu yerdalar. Mana mahalla komiteri. Mana Ibrohim aka, Maqsud akalar shu yerda. Tag'ob original YouTube kanalidan ko'rasiz. Tepadan boshlab asfaltni kovlab chiqibdi. Xudo xolasa boshqatdan trambovka qilib, boshqatdan qilib chiqadi. Yo'llardan ehtiyot bo'lib yuringlar barchalaring. Hurmatli shopirlar, Tag'ob elini shopirlari ehtiyot bo'lib yuringlar yo'llardan. Mana mashinalarimiz ham kelishni boshladi. Şurada. Ehtiyot bo'lib yuringlar. Mana shu pavorotlar juda chuqur olingan, ehtiyot bo'lasizlar. Mashinalar tegishi mumkin. Yaqinda bartaraf qilamiz buni hammasini.